Assalomu alaykum YouTube kanalimizda Mevali bog' kanalida ko'ruvchilar, kuzatuvchilar barcha omonmi? Charchamay bog' ishlari bilan, dehqonchiliklar bilan 24-mart ob-havo bugun ajoyib, ertalabdan qizdirayapti. Namangan Norin Kapa qishloq. Hop, biz hayitdan oldin mana bog'imiz dorasi 9,5 metr edi, eski usulda. O'rtaga Shuhrat Abrorov ko'chatchilik xo'jaligidan reklama qilgan Pinkley Rozıg'lov olmasidan zakaz qilib, shartnoma qilib gaplashib, kecha mana 23-kuni olib keldik. Abitdan keyin keluvdi, mana kechgacha bir bola qilib ko'mib qo'ydik ekib. Hop. Olmalarimiz mana juda ajoyib gullagan. Ikki yarim orasini ekdik, 2,5. Bu oraliklar to'ri oshib qolyapti, 430 atrofida. Endi bularda bo'yini 90 cm qilib kesib chiqamiz. Shoxlatib olishimiz uchun bir yildan keyin shoxlab sekin 2 yil ichida tagini kuchaytirib, yon shoxlarni o'stirib olamiz. 90 mana shu shaklda kesib olamiz. Kecha ulgurmaganmiz, yarmini ham kesmadik, sham bo'lib qolgan. Mana ko'chatlarimiz tagidan shoxlagan o'zi 106 navi Pinkley Rozıg'lov. Buni orasiga o'sha har 10 tona orasiga 20 tona orasiga bittadan 10 tadan keyin changlatuvchisi bor. Changlatuvchisini ham ekdik. Endi bu biz bog'da mayli gilos, olmalar ham bor. Eski Semuryanka, Pervasxod changlatuvchisidan qo'shib berdi. Shuhratbek Abrorov, ishlarga baraka. Mana havas qilib biz ham mana shu yana kuzda ko'paytiramiz. Nari tomonda hali chiqarib tashlagan ko'chatlarimiz, shoptollarimiz bor. Hozir endi mana shu bitta bir qatorga bo'lsa ham ekib qo'yilib, umrini o'tkazmasdan deb Xalovatchamni bog'ini mana ish yuruvchi sifatida qo'yarda qo'ymasdan mana shuga yetkazdim. Xo'p, mana o'rtoqlar, Norchantol ko'chatchiligi, Toshkent viloyati, Parkent tuman. Telefon 1819. Granny Smith bu changlatuvchisi Payvantak MM111 ekan. Hop, endi o'rtoqlar, o'sha 25-yil noyabrdan kuzdan eski bog'larimizni hop zishliqda kesish shakllarini, jarayonni ko'rsatgandik. 25-noyabrda mana shu olmalarimiz mana holati. Shular hammasi gul meva. Semuryanka. Pervasxod 5 yıldız olmalarimiz.
Mana gullashi. Hamma shoxlar mevagayotgan hosilda mo'l ko'l. Hop, bu tomonga o'tdik. Biz endi bu olmalarimizni shoxini zichroq qo'yganmiz, sizlarga bilinib turibdi. Zich qo'yilgan deyishlaringiz mumkin. Lekin o'sha olmalarimiz 15 yoshdan katta. Shuning uchun quyosh nurini olsa bo'ldi, o'zi boqa oladi mevalarni. Mana olmalarimiz tanasi 25 diagonalda. Bu olmalar da o'sha necha yildan beri yana shoxlarda kallahlar mana brusassandan, 70 brusassan meva shoxlarni pastdan iloji boricha chiqarib, terimga oson qilish uchun sekin-sekin mana shu ahvolga olib keldik. Tartibga kelib qoldi. Mana meni bo'yimda hozir. Olmalar. Uchinchi qatorga o'taylikchi. 6 litrlilarda mana bu usulda ham kesganmiz. Uchini qaytarmasdan. Bu tajribalarimiz ham bor, bu ham yaxshi. Oshcha so'ri shoxlar chiqarishga moyillik kamayadi. Eski shoxlarimiz yetarli. Stol usulidagi. Endi bunchalayapti. Olmalar. Hop, endi bu 2 litr ozuqli olmamizni Shuhrat Abrorov usulida 90 santimetrdan kesib qo'yapmiz. Endi hozir mana bu gullarga uchib bularni shunday qo'yib bo'lmaydi.
90 santimetrdan qo'ysak, shu 90 santimetrni pastda kerak hali shoxlarni olishimiz kerak. Mana undan keyin tevaga chiqqan liderlarni chiqishiga qarab tevaga yo'naltiramiz. 3 ta chiqadimi, 4 ta chiqadimi liderlar tevaga. Hozir mana 90 santimetrdan qo'yyapmiz. Yavash mana changlatuvchimiz ekan. Mana. Her tomonda gilozlar 25-yil kuzda ekilgan. İkinci barka ketyapti o'tkazilgandan beri. İmkon qadar shakllantirishga harakat qilyapmiz. Bu yer mana ola ekilganlari ham bor. 25-chi. Mana shular ola ekilgan. Gullar ikkitalar yaxshi shakl oladi hozir. Yangi ekkanlarimiz olasiga. Hozir mana shularda iloji bo'lsa qaranglar. Yana ham shakllantirish uchun oshiqcha shunday shoxlar atrofdan chiqadi. Buni bo'lat kesib qo'yibdi. Pega bakıp bağlamamız bırak. Onun için top getirdi yeterli. Dostlar, galiba sizlar bilan qo'ldan kelganicha mana jarayonlarni ko'rsatib boryapmiz. Endi hozir bu g'albalarimizni oxirigacha kesib qo'yamiz. Bugungi ertalabki ishimiz kecha chalaqa ishlarni yakunlab qo'yamiz. Keyin boshqa ishlarga o'tamiz. Omon bo'laylik, kuzatinglar. Like'larni ayamaysizlar degan umiddamiz. Abone bo'linglar, bizni yo'qotmaslik uchun. Qo'ygan videolarimiz yetib boradi sizlar uchun. Salomat bo'linglar.